Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yılda bir qitim açıdığan Xalqaro Muhit Özgürüş yığınının 28. qitimliq yığını bu yıl 30 noyabrdan 12 dekabrgacha Arab Birleşme Xalifaligining Dubay shahrida o'tkazilgan. Mazkur yig'inga Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkel apandi muhit o'zgarishining Uyg'ur qirg'inchiligiga ko'rsatayotgan salbiy ta'sirini o'tirg'a qo'ygan. Nuri Turkel apandi nuqtali holda muhit o'zgarishining Uyg'ur qirg'inchiligiga bo'lgan ta'siri to'g'risida to'xtalgan bo'lib, u mundaq deydi. Arab Birleşme Xalifaligi hukumati meni bu yig'inda doklad berish uchun taklif qilgan edi. Men doklatimda eng ko'p gavdalantirgan narsa mushu tabiiy boyliqlar kelajakni o'ylamagan ahvol ostida shaharlashtirish sabablari tufaylidan qandaq ig'ir buzg'unchilik uchrayotidi degan nuqta bo'ldi. Masalan, hozir Uyg'urlar duch kelayotgan milliy qirg'inchilik masalasi, jumladan Uyg'urlarning majburiy qulluq amkiga selinishi, hozirgi elektronlik mashinalarning batareyasini yasashda Uyg'urlarning majburiy amgakka selinayotgan masalalarni nihoyatda aniq misollar bilan sharhlab berdim. Kanadaning korxonalarni nazorat qilish organi Uyg'ur majburiy amgakiga chetishlik deb qaralgan Geos shirkati haqida tekshirish boshlagan. Yegilishicha, bu shirkat majburiy amgak masalasi mavjud bo'lgan zavodlarning materiallarini ta'minlaydigan Xitoy shirkatlar bilan ta'minlash munosabati yo'qligini isbotlash uchun yetarli dalil bilan ta'minlamagan. Mazkur organ bu yil Levi Strauss, Walmart, Hugo Boss va Nike qatorliq shirkatlarning tarmoq apparatlariga qarata tekshirish boshlagan edi. 10 dekabr Xalqaro inson haqlari kuni munosabati bilan İstanbulda inson haqlari va xalqaro qonuniga asosan Sharq Turkiston va Falastindagi inson haqlari dafsandichiligi nomli axborot e'lon qilish va ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inga IXX insoniy yordam vaqfi bilan Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zitish jamiyati birlikda tashkillagan bo'lib, navbatda inson haqlari eng og'ir dafsanda qilinayotgan Sharq Turkiston xalqi bilan Falastin xalqi boshdan kechirayotgan og'ir fojialar ta'kidlandi. Birmada davlatning shimolidagi ba'zi rayonlarni egallab olgan kuch qurolli qo'zg'olonchi guruhi Xitoyning murosasa qilish orqali siyosiy o'zgarish bilan taxtga chiqqan harbiy hukumat bilan ko'rishgan. Birma hukumatining bayonotchilaridan Zhao Minton mundaq degan: Birma Milliy ittifoqlik va tinchlik qo'g'dashni moslashtirish komiteti Xitoyning yordamida uch qurolli guruhning vakillari bilan ko'rishdi. 90-yillarda Xitoyning yezlaridagi AIDS yuqumini bayqagan va keyincha Amerikaga ko'chib ketgan faoliyatchi doktor Gao Yaoji 95 yoshida o'lgan. Onun ayni vaqtda necha 10 ming odam yuqumlanganligi mo'ljallangan AIDS to'g'risidagi bayonlari Xitoy hukumatini g'azablantirgan bo'lib, u keyincha Amerikada surgunda yashagan. Avstriya, Bulgariya va Ruminiyaning Schengen viza rayoniga qo'shilish masalasidagi maydonni yumshatdi. Ruminiya va Bulgariyaning Schengen erkin harakat rayoniga qatnashishga qarshi turib kelgan Avstriya doiralari Yevropa ittifoqining tashqi chegarasida texmi qattiq bexatarlik tadbirlari yo'lga qo'yish badaliga bu ikki davlatning faqat Osiyo sayohatini Schengen rayoniga kirishga yo'l qo'yadiganligini bildirdi.